Assalamu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anglatamiz. Voy qandoq qilay, mening qizlarim nalada. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdigandim. Nima kunlarni ko'rib o'tirgandim. Ben her kaysını pek obdan bilimen. Çiçeğini parkırtıp tanışıp algının bilen insaf yok senlerde. Anam meni, dadam meni, nemişka arzulaptı ki, menin bunda bularımı, nemişka oylamaktı ki. Taylasupni zo'rlab o'ltirmay Osmon bilan ikkisi ichishga boshladi. Taylasup ikkisiga o'ntinsiz qarab o'ltiradi. U bu ochiq ichimlikning ma'lum miqdorga yetganda odamning ichidagi gapni qoldirmay sirtqa haydaydiganligini biladi. Darvaqa uzun o'tmay Hamidjon so'zlashga boshladi. Beshini yerdan olmay, oldirmay, esiga ololganlarning hammasini so'zladi. Andisini İşçiga to'shib ketgan gaplarning hammasini o'ttirg'i to'kdi. So'zlagan seri ko'nglini toshdek besib turgan bir narsa eriyotgandek bo'lib, chiroyi echilishqa, javg'aylarda ancha-muncha masxirli kulimsirashlar paydo bo'lishga boshladi. U so'zlab bo'lib og'inlarga qaradi. Endi navbat ularga kelgan edi. Ular uningga o'tgan qitimqidek tasalli, ilhom berishi, yo'l ko'rsatishi kerak edi. Aldı bilen Osman. Buncha vala ishlarni ichingga silib, o'zingni qiynab avora bo'lma. Boshliqning oldiga kirib o'zir so'rab qo'ysang ish bitmamdi. Umi odamgo, o'g'il bolago. Degandek so'zlarni qildi. Taylasup uning so'zini tuzitib, o'zir so'ra, lekin quruq gap bilan emas, rosa katta tayyorlik qilib, uyingga chaqirib o'zir so'ra. Uyingga kirmay qolmasligi uchun yuzi cho'ngroq kishidan birini orig'i qo'y. Keyingi ishlarni keyin maslahatlashimiz, dedi. Shunda qilib, keyingi yakshanba kuni Hamidjon uyida 5-6 kishilik ziyofat o'tkazadigan bo'ldi. U faqat qo'rqmay pulni chiqaradigan. Oladigan qo'yadiganға Osmon bilan Taylasup mas'ul bo'ladigan. Ziyofatning ko'ktab tomoqlarini etishga ma'lum bir cho'ng mehmonxonaning oshpazini taklif qilishadigan bo'ldi. Hamidjon taqatsizlik, dakki-dukki ichida kunlarni sanaydi. Oysam bo'lsa, balkondagi kun seri ovayotgan go'sh, tuxum, to'xu, beliq, konserva, yo'l quruq yemish. Ko'kta to'yisiga qarab, 5-6 odam muncha vala narsani qandoqmi yeb bo'lar deb hayron bo'ladi. Pokiz oq xalat kiygan Oysam volildab turadigan dori o'kul ishkoplarning oldidagi yo'lanchuklik o'rindiqda erinchaklik bilan tirnoqlarini yasab o'ltiradi. Kang yo'riq derizlardan tushib turgan parlaq quyosh nuri uning qop-qora bo'yab qisqa budur qilib olgan sochlarini, nozik uzun bo'ynini qiya yo'ritib, soxta halqa taqib olgan kichikgina bir quliqini go'yo holdirang yoqutdan o'yib yasalgandek suzuk, parqiriq tusga kirgizgan edi. Telefon jiringladi. U xushyoqmaslik bilan qo'lini uzatib turibgina oldi. Telefondan bir ayolning chang'uldab so'zlagan ovozi anglandi. Vay, Oyshamisiz? Ishingiz aldirashmi? Ha, undaq bo'lsa yaxshi-ku. Hali qayerda borgu? Ajoyib pason oyoqlarni setib-atqudek. Darhol chiqing. Avtobus bekitida saqlab turman, ha? Tez bo'ling. Oysam sho'q bir ohangga g'ingshig'ach, qo'ltini selib tashlab, eshik tarafdagi tomga yelimliq loti bilan chaplab o'rnatilgan kichikgina to'rtchasi aynakka qarab, chochlarini neri-beri tordida, qo'ziqdan so'mkisini elib, o'kul qog'ozi bilan pensilin qutilarini ko'tarib kirib kelayotgan qiyri xotinga qarabni qo'ymay, taqildab dastlab chiqib ketdi.
avtobus bekiti cho'ng darvozaning qarish tarafida edi. U oyog'i uzilmas mashina avtobus eqimini orlab o'tayotganida do'lqinsimon budur chechi yelkisida yeyilib turadigan. Chiroyli kirib tishin ko'pti ustiga surranglik pinchak bilan yubka kiygan chiroyli cho'kan bekatdagi kishilar to'pidan ayrilib chiqib, uningga qarab qo'lini pulanglatdi. U Hamidjonning qo'l ostida ishlaydigan odatdagi bir kadrning ayoli Dilbar edi. Ular qo'shni o'ltiradi. Dastlabki chog'larda bu qo'shnilarning Hamidjon bilan Oyshamga qarar ko'zi yo'q edi. Ularning o'zlariga o'xshash qo'rchoqdek yasinib yurishidigan hali yo'g'on kompaniyasi bor edi. Ularning ko'p qismi Tingjang, Chujang, Bujanglarning qiz o'g'illari edi. Dilbarlarning bekmu yasidoq chaqqong'ini mehmonxonasidan oshularning oyog'i uzilmaydi. Yerim kecha-kecha naqshi muzika ovozi, oyoqlarning dupur-dupuri anglanib turadi. Bir qitim Oysham qiziqib, ochiq turgan eshikdan uy ichiga qarab boqmoqchi bo'lib kelishiga, dal mushu Dilbar eshikni uning yuziga jalqishitib yepib etgan edi. Uning zamonaviy do'stlari bo'lsa, og'izlarini purishtirib, sahrolik desa sahrolik deyishib, viliqlab kulishib mazoq qilishgan edi. Mana bugun ularning hammasi o'tmish bo'lib qoldi. Shu ishlar va yana nurg'un ishlarni o'ylaganda, Hamidjon bilan Oysham paylasubdan minnatdor bo'lmay tura olmaydi. Shu qaytimqi ziyofatdan keyin boshliq o'g'il o'ylashga tutish qildi. To'yning oldi keynida er-xotin ikkisining madikordek ishlaganini hisobga olmagandimi, to'yni muboraklab akelgan so'g'itining o'zini boshliqning ayolini xeyli rozi qildi. Keyincha xotin haqlar orasida boshliqning o'g'lining yangi uyiga osgan cho'ng gilamni Hamidjon elib beribdi degan gap so'z tarqaldi. Oysham bir kuni oqshimi Hamidjonni bu haqda ancha-muncha gap elib boqmoqchi bo'lgan edi. Hamidjon uni xotin kishi bo'lgandan singanini yeb yuriyvermamsan. Kim qo'yibdi sana bu otqachilikni? deb gapining shexiga urib etdi. Bu gapning rost yolg'onligidan qat'iy nazar, kunlarning o'tishiga ergishib, Hamidjon boshliqining eng yaqin odamiga aylandi. Vaqti soati kelib, Oyshamning xizmat masalasi hal bo'ldi. U yaqin atrofdagi bir cho'ng doktorxonada 6 oy sesralikni o'rgangandan keyin idoraning davolash punktiga o'rinlashdi. Orqadan Hamidjon bo'lim boshlig'i bo'lib o'stirildi. Demak, uning oldida azaldan etikib turgan yo'l mana endi dog'dom echilib ketdi. Omad talay Hamidjonning mijoz xarakterini butunlay o'zgartirib etdi. U hozir ilgirki Hamidjon emas. Hozir u o'zining bir vaqtlarda naqadar nodon ekanligini echinish bilan asga oladi. U shuncha yil o'qib, mushu jamiyatda ishlab, yashab turuqliq qandoq odamlar bilan orilishishni bilmagan ekan. Demisimi, boshqalarning orqasidan g'ayvat qilishdan boshqani bilmaydigan ba'zi og'inlari uningga nima foyda yetkazdi. Hozir u tunish, og'ini deganni baqqolning oldidan olma tanlab olgandek shundoq tanlaydiki, hay, uning yaqindan beriqi tunishlarining hammasi yuqori darajalik partiya, hukumat organlarining xodimlari. Kelgusida muhim o'rinni egallaydigan istiqbolli kishilar. Ilgari u boshliq deganning odam ekanligini, dard mo'g'uga sherik, eg'ir yenik kunlarda yantoyoq bo'la oladigan. Qo'l ostidagilarning kayfiyati, gap so'zlarni yetkazib turadigan kishilarga muhtoj ekanligini, qisqasi, har qanday odamda bir ojizlik bo'ladiganligini. Odamlardagi shu ojizlikdan foydalanishni bilganda, bu dunyoda qilg'ili bo'lmaydigan ish, yetkili bo'lmaydigan maqsad yo'qligini bilolmagan ekan. Hay xalqlar, Muhammad Yusuf Eliboqiga bekorlar paylasub deb laqam qo'yib olmagan ekan. Bularning hammasini uningga paylasub bildirdi. U Hamidjonning ko'zini ochdi. Uni odam qildi. Anglashlarga qaraganda kadrlar boshqarmasining bir muavin boshlig'i pat orda pensiyaga chiqarmish. Bu o'ringa ko'z tikib turganlar oz bo'lmasa-mu, Hamidjonning ko'nglida bu o'rinni oxiri o'zining egallaydiganligiga nisbatan to'liq ishonch bor. Shu sababdan bo'lsa kerak, u yaqindan beri texmi tirishib ishlaydigan bo'lib ketdi.
Onun qarışıca, faqat ahmaqlar bilan xotinidan qo'rqadiganlarla xotiniga ochiq suv akilib berish. Qochisini yuvib berish uchun ishdan tushib, uddul uyiga yuguraydi. Hamidjon hargiz undaqlardan emas. U degan er kishi. Er kishining ishi talada. U ishdan sirtqi vaqtlarini boshqalar bilan yoki o'ziga o'xshashlar bilan cho'ng ishlar ustida fikrlashish, muhokama yurgizish bilan o'tkazadi. Oyshamning baxtiga do'stlarining ko'payib qolgani. Uni hozir Dilbarlarning kompaniyasining rasmiy a'zosi desimi bo'ldi. U telefonda ular bilan kiyim-kechak modasi, qaysi magazinda nima borligi to'g'risida soatlab so'zlashadi. Ishdan tushganda ya uyida do'stlarini kutib oladi, yoki bo'lmasa Dilbarlar bilan choy, mehmondorchiliklarga boradi. Demak, Hamidjon uyda bo'lmasa-mu, u ancha zerikib qolmaydi. Dilbar uni shaharning eng avat yeriga joylashgan yakki tijoratchilarning kiyim-kechak bozoriga boshlab keldi. Magazinning butun bir temini qoplagan aynakdan, pokeylardan tam turistlargacha esilib ketgan chet el mollari, rang-rang zarhallar bilan ko'zni cho'qnatadigan raxtlar, eng yangi modadagi kiyim-kechaklar, zibi-zinnat buyumlari, bosh oyoq kiyimlar va o'sha esil mollarni aylanib ketolmay yurgan qiz-cho'qonlar ochiq ko'rinib turadi. Stroluk un alg'ida qo'yilayotgan Turkiya naqshisi magazinni bir olgan edi. Dilbar Oyshamni chetdagi bo'tkaning oldiga boshlab bordi. Qoshlarini inchiki terib, kirpiklarini qayirib olgan. Oq yuzlik, ko'k sodigar cho'kan bilan salomlashgandan keyin uning bilan xeylig'icha pichirlashib so'zlashdi. U cho'kanni qayil qildi bo'lg'ay, cho'kan. Bo'pti. Sizlardan boshqasi bo'lsa nesiga mol bermaydim. Og'indorchilikning yuzi, amsa va'danglar turinglarmi? Deb ishki jup oyoqni elib berdi. Oysham Dilbar bilan sodigar cho'kanning paranglog'i quloq selib turib, yon tarafdagi kishilar to'pi ichidan kimdir birining o'ziga tikilib qarayotganligini sezdi. U bir yosh yigitdek qiladi. Oysham uning chiroyini aniq ko'rolmagan bo'lsa-mu, qomati, qandaqdir bir harakatlari ko'ziga issiq ko'rinib, o'zicha bir xil delg'ulliq ichida qoldi. Bir pasdan keyin u Dilbar bilan birlikda sodigar cho'kan bilan xo'shlashib, keyingi burilishiga boyiqi yigit bilan yuzma-yuz uchrashib qoldi. Va shu hamon hong-tong bo'lganidan ko'zlarini yo'g'on echib turgan izida turib qoldi. Xudoya tova, Samatqo bu. Uning bo'g'zidan shundoq bo'g'iq, g'alati bir ovoz etilib chiqdiki, Dilbar ixtiyorsiz cho'chib ketdi. U qaytib turib qolgan Oyshamga, orqadan uning qarshisida turgan yosh yigitga hayronlik bilan bir qarab etgandan keyin bir narsani pamlagandek bo'lib neriroq ketdi. Qandaq? Teshaman turdingmi? Ajablanib ketding-a? Bizni ashu sahradan chiqolmaydi deb o'ylaganmiding ya? Samat boshdan uningga to'ng tegdi. Yo'q, men seni bugun bu yerda uchirtib qolaman deb zada o'ylamabdi ekanman. Qandaq bo'lib, yo'q, qachon kelding? Yurtkilar salomatmi? Bultur kuzda kelgan, o'qiyapman. Yurt yana shu yurt, odamlar yana shu odamlar. U yerlarda sen qiziqudek ishlar yo'q. Sen Oysham gap qila olmay lavlarini tishladi. Qandaq? O'zing obdan turib-o'tirgansan? Anlasam eringni boshliq bo'lib o'sdi deydi. O'zingmi tunuqsiz bir xonim bo'lib ketibsan tehi. Bayan tunishlik berib gap qilsam, o'tab bara qalandar, seni nad ko'rdim deb tilib yetarmi deb o'ylagan edim. Atrofimni xeli cho'rgilab yurdim degina. Bo'ldilar Samat nemonchimi? Gapim bor deb qilavergansa, agar shuningdan boshqa gaping bo'lmasa, xo'shamsa. Oyshamning ko'zlari liqqida yoshga to'ldi. Ovozi titraydi. Samat Oyshamning rostla mo'moqchi bo'lganligini ko'rib yumshagandek bo'ldi. U darhol chiroyiga kulki yuguritib, "Bizni uyingga boshlab olasan? Bizning yurtdan yana ikki aylan bor. Ularni senmi taniysan? Erini qo'rqamsan ya?" dedi. Oysham uningga bir olib etib, ishtik menib ketdi. Magazindan xeyli yiroqlashganda Dilbar uning ko'zlariga ma'nilik tikildi. "Pah, qaltisqo, xeyli joyda yigitgan-jumi, nimalar deyishdinglar shuncha?
Endi siz qopdingizmi xinem? Bir nem deyishilgan nemam emas u. U mening bir yurtliqim. Yiroqroq tuqqan kelimiz shu. O'tgan yili kuzda o'qishga kelibdi. Oysam nemishqidir Samatni xizmat deyishim demay, tuqqanim deb yolg'on so'zladi. U uyingga boshlab olarsan deganda qildi-ku. Bo'lsa shundoq bir qiling, bahonada toza bir o'ynayli. Dilbar yo'lda ketib etib, Samatni Amerikaning qaysi bir kinosidagi arbosh qahramonga o'xshatdi. Oysam u kinoni ko'rgan bo'lsa-mu, esida qolmag'achqa uning gaplariga og'zining uchida ha deb qo'yib, o'z xayollari bilan bo'ldi. Shu kuni oqshimi u Hamidjonga yurtidan bir necha xizmatdoshlarining o'qishga kelganligini, ularni chaqirib olmoqchi bo'layotganligini aytib edi. U tarini turib, Oyshamning gapini bo'lib etdi. Men xotinimning mehmonlarini kutishni texi o'rganmadim. Uqdingmi? Oysham Samatni qayta uchratgandan keyinla o'zining qo'ldan berib qo'yganining nimaligini tushundi. U uning tip-tinish qalbiga birdilla besib kirib, ko'ngil oromini tamoman buzib etdi. Qalbining bir bo'lingida ko'milib qolgan, unutilgan bir xil hissiyot bo'ronga yo'liqqan o't uchqunidek gurildab yenishga boshladi. Sahroda dehqon supat yurganda uning qadriga yetmagan ishganda, mana Urumchiga kelibla boshqacha odam bo'lib ketibdi. Rangli ko'zoynak, kostyum uningga alohida so'lat beg'ishlabdi. Ilgari u chechini top-toqir qilib tushirib etib, moymoq shapka kiyib yuradi. Shunga Oysham uning chechining munda qora ham tabiiy budur ishkanligini zodili ko'rmagan. Uning o'zini tutishi, qiyofatidagi salobatni demandigan texi. Oysham magazinda u yoqdan bu yoqqa o'tishib yurgan qiz cho'qonlarning uningga qanday qiziqish bilan qarashqanlarini, hatto Olichon Dilbarning uni maqtab ketganligini har qaytim o'ylaganida ichida bir parcha o't ko'yayotgandek bo'lib ketadi. Uning bilan biror qaytim bo'lsa-mu uchrashib qolishni orzu qilib, o'zi yolg'iz ko'chalarni, magazinlarni cho'rgalaydi. Oqshomlari yenida uxlab yotgan erining chossiz beshiga, ko'ni masining qo'nchidek turilishga boshlagan bu yo'llarga qarab, uni xiyolidagi Samatning obrazi bilan selishtiradi. Ko'nglidagi hasrat nadomatni bosolmay, kayni-kaynidan ulug' kichik tinatdi. Derizadan osmonga, shalom yulduzlarga qarab yetib, bir vaqtlarda o'ziga tor qafasdek belinib, uchib ketishga taqozo bo'lgan yezini, yop-yeshillikqa o'ralgan kichikkina maktabini, o'quvchilarini bo'libmi, heliqi bir puti kuyib ketgan o'moq qizchaqni aslaydi. O'shu meyib o'quvchi uning bilan Samatni bir-biriga bog'lagan edi. Oysham birinchi sinfga mas'ul bo'lib, mahalla berib o'quvchilarni tizimlab yurgan kunlarning birida pakar tomlaridan uzum taklari ortilib tushgan. Eshik oldida seriq sardalar echilib ketgan bir hovlining oldiga kelib velosipedidan tushdi. Mahalla komitetining mudiri bergan tizimlikdan u mushu uyda 8 yoshlik bir qiz bolaning borligini biladi. U ishga qo'lini oparmay turibla, nadandir bir to'p yerim yalang'och, yuz qo'li, badallari kirilishib olishbar bo'lib ketgan bolalar paydo bo'ldi va bas-basti cho'rlashdi. Xonim, bu uydagi qiz bola maktabga borolmaydi. Uning bir puti kuyib ketgan, kichik vaqtida onasi uyga yolg'iz tashlab etizliqqa chiqib ketibdi-kan, shunga Bulturma Havo xonim uni o'qiy olmaydi ekan deb tizimlamagan. Oysham ishkilanib turadi. Shu chog'da eshik echilib, kichikkina bir qizchaq o'milab chiqib keldi. Qizchaqning bir puti yo'tisidan kesib etilgan edi. U ikki qo'lini yerga tirab, saq putini so'rab mengib, tezlikda Oyshamga yaqinlashdi va uningga mo'ldirlab qarab, "Obdan xonim, meni bu maktabga tizimlab qo'ysizlar, men menga olayman. Mana oldilariga o'zim chiqdim-ku. Men texi xat o'qiy olayman." dedi va shundoq deb etib ko'zlariga liqqida yosh oldi. U bekmi chiroyli qiz edi. Uning ovozidagi yelinish, ojizlik, shundoqla shu ojizlikka munosib bo'lmagan bir xil sehriy kuch Oyshamni ixtiyorsiz jalb qilib oldi. U qizchaqning oldida zo'ngzuyib o'ltirib, yodongu mag'ziga eqib tushayotgan yoshlarni surtib turib, "Ma'qul, men tizimlay,
ismingiz nima? Amanisa, dedi qiz xushalliqdan chaqnab ketgan ko'zlarini yo'g'on echib. Amanisa, nima degan chiroyliq, nima degan chunqur ma'nilik ism ha? Esib, bechor qiz. Putsak bo'lgan bo'lsa, boshqa bolalarga o'xshash keyin cho'ng shaharlarga berib o'qiy olgan bo'lsa. Oshunda xiyollar bilan Oyshamning qalbida ich og'ritish orlash issiq bir do'lqin mavj urdi. Ko'nglining yana bir burchikida kim biladi, mushi ish tufaylidan boldiroq rasmiylashib olamdiman texi, deydigan bir umidmi yo'q emas edi. U Omonnisani tizimladi. Shuningdan keyin har kuni bu meyib qizchaqni velosipedning oldiga elib maktabga opirib akiladigan bo'ldi. Dastlabda bu ishni ich og'ritish, majburiyat yuzasidan qilgan bo'lsa, bara-bara bu chechan omoq qizchaqqa ish chiqib omriq bo'lib ketdi. Kunlari oldirash ham jafoliq o'tsimi ko'nglida bir xushallik bor edi. Bu xushallikni uningga shu ojiz qizchaq baxsh etdi. Bir qitim u qattiq og'rib qoldi. Ammo Omonnisani o'ylab zodila xotirjam yotolmadi. Atsi atigini beshining qiyayotganiga qaramay tomni tutib ho'ylig'i chiqdi-da, velosipedini elib Omonnisalarning eshik oldiga keldi. Bu yerda u Omonnisani yudib uydan chiqayotgan Samat bilan do'qurishib qoldi. Bo'ldi Aysham, men bo'lgandan keyin siz uyga qaytib damaylang. Omonnisadan andish qilmang. Siz saqayguncha uni men opirib akilib qo'yaman. Ammo Samat Oysham saqaygandan keyinmi to'xtab qolmadi. U ba'zida Oyshamdan burunroq berib Omonnisani maktabga elib ketdi. Ko'pincha ikkisi seriq gullar echilib ketgan shu eshikning oldida uchrashib qoladi. Omonnisani elib velosipedlarni yon-yon haydab chaqchaqlashib kulishgach maktabga mengishadi. Keyin ba'zi bekor talab yoshlar Oysham bilan Samat bolaliq bo'pti. Bolasi cho'pchonli bo'p qopti danglar, deb so'z cho'chak tarqatishdi. Samat shu chaqda bu ishdan yonmadi. 2-yili atiyozda o'qituvchilar velosiped bilan nahiyaga yig'inga berib qaytib kelayotganda, Samat qasdan Oyshamni gapga tutib, boshqa ayol o'qituvchilardan ayirib elib qoldi. Gupildab xushpuruq chechib turgan bir jigdilikka kelganda, ular velosipedlarni yonma-yon to'xtatib qo'yib, orom olg'ili o'ltirishdi. Oysham oq gullik kirib tishin ko'nglikining etikini avaylab yerga o'ltirishga petin olmagan edi. Samat yerga o'zining yo'g'on, pokiz qo'l yog'liqini yeyib berdi. U qora chipar quchopinining tugmasini yeshib etib, qizirib, tarlab ketgan yuz ko'zi, bo'yinlarini shapkasi bilan yelpib o'ltirib, Oysham, ikkimiz to'g'risidagi so'z cho'chaklarni angladingmi? So'z cho'chak? Ikkimiz to'g'risidami? O'tib barani. Sen bilan mening so'z cho'chak qilgudek ishim bormidi? Oysham o'ng'an pulsimi o'zini bilmasga selib oldi. Samat quloqlarining uchigacha qizirib, oppoq muzdekim tishlarini porqiritib kulib, ikkimizni bolaliq bo'pti, bolasi 8 yoshga kiribdi deyishibdi. Men shundoq deganlarga yetkizib qo'yinglar, aldirab ketishmisin. Kelar yili kuzda Oysham ikkimiz cho'qim bolaliq bo'lamiz dedim. Qanday bo'ptimi? Nomus qilmay davatgan gapini qaramanim. Rost deyman Oysham, sen meni yaxshi ko'rsan, men seni shundoq bo'lgandan keyin kuzga qolmay to'yimizni qilib olli. Qilinliqini kim seni yaxshi ko'rman debdi? Ko'zing, og'zingni ching yumib olgani bilan ko'zing hamma sirini oshkorlab tursa, hozirgi gapimga javob ber o'ta. Qani, og'zingda ma'qul deyishdan nomus qilsang, menga kulib bir qarab qo'ysanglar o'zim tushunib olaman. Oysham uningga qarab olayman deb kulib tashladi. Samat o'zining issiq kuchli qo'lini uning qo'li ustiga qo'yib, "Amsi va'dimiz va'da. O'ydiklarga aytaman. To'yga jabdini versin, qandaq?" dedi. Oysham qo'lini tortib olmadi. Balki o'zimi sezmagan holda nozlangandek kulib beshini langshitdi. Kuzda Oyshamning to'yi bo'ldi. Ammo Samat bilan emas. Oysham Urumchiga mang'irgan chog'da meyib qiz Omonnisaga ota-onasidan bakrak tortishdi. Ammo Samat borxu deydigan bir umid bilan o'ziga tasalli berdi. Endi hozir u qanday qilyapti ekan?
Oysam tunji qitim ko'rgandekidek ikki qo'li bilan yerni tirab so'rilib mengib yuramdekin yoki o'qishdan to'xtab qoldimikin. Balkim Samatning izini bosadigan birarsi chiqqandi. U balkim har kuni velosiped bilan Nohiya bozoridan keladigan heliqi yasanchiq xonimdi. U Samatga surkilib yuratdi. Samat bilan ikkisining ishi buzilgandimi, u boshqacha xushal bo'lib ketgan. Oysam azobli xayollar ilkida uxlab qoldi. U tushida Samatni ko'rdi. U uzun, qisqa ko'langalardek quva, noyida ko'p kishilarning orasida yuradi. Kimgidir gap qiladi. Bir bulongda o'ziga talmirib turgan Oysamga bo'lsa qarabni qo'ymaydi. Oysam okul asboblar qochlangan alyumin qutini ko'tarib kirganda boshliq uy ichida kiyib oladigan tovar xoltini yepinchoqlab mengib yuradi. Uning keselchan ayoli har yili yozda Urumchining issiqiga chiday olmay, idorasining shahar sirtidagi Qarag'ayliq tog' bag'riga joylashgan dam elish o'rniga berib 2-3 oy turib keladi. Nemish qidirib mundaq chog'larda boshliq ayoli bilan bormaydi. Balkim u mushundaq yolg'izlikni yaxshi ko'rdigandir. Yoki xotinlarning bulung puchqoqlarda so'zlab yurganidek ayolidan bezordir. Aytishlarga qaraganda u atrofdagi yoshroq, chiroyliroq ayollarning hech qanday qo'ldan bermaymish. Hatto Dilbarmu ishdan sirtqa oliy maktabga kirib olish uchun uning talabiga ma'qul bo'lganmish. Ammo Oysam undaqlardan emas. U o'zini qanday tutishni biladi. U o'zi yaxshi ko'rmagan odamga qo'lining uchini tutqizmaydi. Oysam ko'zlarini piyoladek echib, ig'ir, qalin pardalar bilan o'xshash rangdagi pirmilik karvat yopquchlariga, ajoyib nafs yasalgan shkaflar, farfur qachilar, gullar, vazalar, romkalar, uzun bo'yliq butulkalarga, karvatning yeniga qo'yilgan bir jup divan oldiga tashlangan o'yinchoqdek kichik, bekmi chiroyli gilamga havas bilan qarab chiqdi. Ko'nglida har qachonqidek hayajonliq ham ko'ngilsiz bir tuyg'u hasad bosh ko'tardi. U ixtiyorsiz kayni-kaynidan chunqur tortibdi. Boshliq 60 yoshlardan oshqiniga qaramay o'zini kutishni, editliq, yarishimliq kiyinib yurishni biladigan odam edi. Qo'rsoq selib, kelansiz ishib ketmaganlikdan qaramoqqa yosh, ruhliq ko'rinadi. Uning ustiga mijozi xushqo'y, muloyim bo'lg'achqa har qanday kishida yaxshi ta'sirot qoldiradi. U xoltini divanning yo'lanchiqiga ortib qo'yib, qordek oppoq ko'nglikining yanglarini turib etib, Oysamning unimig'iniga qaramay, kumush ranglik patnosda bir stakan muzdek meva sharbati, pechina ham qog'ozlar bekmi chiroyli kamputlarni elib keldi. Oysam ularning mundaq esil pechina va mundaq chiroyli kamputlarni nadin topadiganligini bilolmay hayron edi. U qo'rinib turib kamputdan birini elib og'ziga soldi-da, o'rnidan turib o'kul yenglarini tayyorladi. U o'kul silib bo'lg'icha boshliq to'xtamay qiziq gaplarni qildi. U chiqib ketar chog'da boshliqning zo'ri bilan meva sharbatini qo'liga oldi. Ichmagan bo'lsa, jahonda kishini mundaq huzurlantiradigan narsaning borligini bilmay qoladi ekan. U sharbatni ichib, yuragiga yetib borgan muzdek sovuqdan shurkangandek bo'ldi. Boshliqning kesili so'zilib ketdi. Oysam har kuni uningga o'kul silib qo'yg'ili boradi. O'xshash bir xil ahvol har kuni takrorlanadi. Pardalari tushirilib, yerim qorong'ulashtirilgan. Bekmu yasidoq, rohat uy, sipoyi takallub so'zlar, ig'izga kirgicha erib ketadigan kamput, chuchumal, shirin, yurakni shurkuntiradigan meva sharbati. Bularning hammasi Oyshamga har kuni o'xshash mazgilda takrorlanadigan bekmu ajoyib tushga o'xshash bilinadi. Bu tush uni nemishqidir hayajonga soladi, qo'rqitadi. Bir kuni tuyuqsiz chiringlagan telefon uning bu g'alati tushini barbod qilaverdi. "Voy, Oyshammisiz? Sizga topshiradigan bir narsa bor edi. At tushdan keyin sizni o'tgan qitim uchrashib qolgan do'konning oldida saqlab turman."
Qandaq, kelamsiz? Dedi bir er kishi. Oysam uning o'rnidala Samat ishganligini bilib oldi. Oysam birdili cheksiz baxtga cho'mildi. Yuraklari do'pildab so'qqan holda telefon trubkasini qo'yib etkisi kelmay, yuziga yiqib uzoqqa turdi. Xeylidan keyin o'ziga kelib, soatiga bir qaravatida uyiga yugurdi. U o'zini qushdek yengil sezdi. Qalbida ajoyib go'zal bir naqshi yangrayotgandek. Bolalikdan tonish bu naqsha ko'krak qapisiga patmay, vujudini larzaga selayotgandek edi. Ishkaylan hech maqsadsizla bir necha cho'ng magazinni aylandi. Bu Urumchining odamga, vangchung ovozlarga to'lgan eng avod ko'chalardan biri edi. Yo'lning ichki yiqida yangidan selingan zamonaviy uslubdagi magazin, mehmonxona, oshxona, kafexona, qavoqxonalar, ko'ngil echish so'rilari bir-biriga ulashib ketgan edi. Xanzucha, uyg'urcha, inglizcha viviskalar. Magazinlarning cho'ng derazalariga tizib etilgan rang-barang mollar ko'zni chaqatdi. Yo'l bo'yida qizqarliq, marojna, paxta kampit sotqichlarining ochiq rangli sanduqlari alohida ko'zga tashlanadi. Qo'llarida nilon paypoq, balvoq, sulyoq marjon, kapron yog'liqlarni yeyib ko'tarib olgan qirqimchash ayollar 3dan 4dan bir bo'lib turishadi. Yiroqdan yeshil kiyimlik birarsi ko'rinib qolgudek bo'lsa, ular patparaq bo'lib qaytishadi. Yerga choshqanning yo'g'on putining surti sizilgan keng oq qog'ozlarni yeyib olgan choshqan do'rsi sotadiganlar. Qodoq oladiganlar u yoqdan bu yoqqa o'tib ketayotgan odamlarga och ko'zlik bilan tikilishib o'ltirishadi. Chiroy shakli, kiyinishi xilma-xil odamlar urilib, so'qilib, tarlab pishib nalargadir oldirishadi. Ana shundoq oldirishlik bilan magazinlarga, oshxonalarga o'zlarini aytishadi. U yerlardan chiqib, yana nalargadir oldirishadi. Bu oldirish eqim xuddi eqin suvdek mangu uzilmaydi. Sangil-sungul kiyingan, chochlari salvorab ketgan egiz bo'y chet-elliklar bu eqim ichida go'yo qo'y podisi ichiga kirib qolgan yilqilardek ayrilib turadi. Samat bilan Oysam shu odamlar orasidan o'tib, jimjit yo'lning ichki yiqidagi qiyri majnuntallar giralishib ketgan xoli bir ko'chaga kirib qelishdi. Bu yerda magazin, oshxonalar yo'q deyarlik edi. Surlik egiz tomlar bu ko'chani vangchonlik dunyodan ayirib turgandek ko'rinadi. Cho'ng so'gatlarning ostidagi sement yo'lda g'ujmak bo'lishib elib, boshlarini cho'kirib, damka, majang o'ynayotganlar bu ko'chani ancha-muncha avatlashtirib turadi. Bu yerga to'plashgan bu uzunchoq, yopiloq, to'kchasa, dugilak boshlar orasida tuksiz, oydin boshlar alohida ko'zga tashlanadi. Yo'g'on bir tip so'gatning orqasida 15-16 yoshlardagi 5-6 o'g'il bola zo'ngziyib o'ltirib, tomokidek yo'galgan bir nimani navbat bilan chekishyapti. Ularning bosh ustida kendir purqa kelib turadigan ko'kish is oylanib yuradi. Chaqmoq ko'ngli kiygan do'g'laqini bir o'g'il bola Oyshamni ko'rib, darhol ta'tir qarab oldi. Oysham uni tanidi. U heliqi boshliqning e'tiborli kichik o'g'li edi. Ular ko'chaning oxiridagi xoli ham ozodi bir restoranga kirdi. Oshxonaning derazasiga qo'yilgan un olg'udan chet el tansi muzikasi anglanyotdi. Pardozni bo'lishiga qilib, toshqunchoqdek yasinib olgan bir to'p kutkichi qiz xaridorlar bilan chotiqqa bo'lmay, bir shirani cho'rdib o'ltirgan chalamas yigitlar bilan chaqchaqlashyotdi. Ishki yoqdiki tam bo'ylab qo'yilgan egiz yulanchuklik o'rindiqlarda jup-jup ayollar o'ltirishadi. Ba'zi o'rindiqlar nepis parda bilan to'silgan edi. Bir kutkichi ma'nili kulib Oyshamlarni eng chetdagi o'ringa boshladi. Oysham o'tib ketib etib, pardalarning yo'chuqlaridan quchoqlashib so'yishayotgan, yuzlarini yiqishib pichirlashayotganlarni ko'rdi. Bir-biriga qaratib qo'yilgan egiz o'rindiqning orasidagi oppoq ustalda bir talla atirgul selib qo'yilgan nafis lo'nqi bor edi. Atirgul garchi rasgulga bakla o'xshib yasalgan bo'lsa-mu,
nemisi bilandir kishiga boyqi toshqo'nchaqdek yasnab olgan kutkichi qizlarga o'xshash sun'iy, sovuq tuyuladi. Samat Oyshamning unumig'iga qaramay tomoq, pivi buyurdi. Oysam pivi ichishni texi o'rganmaganligini aytib ichmadi. U nimanidir kutgandek yer tegidan Samatga qarab qo'yadi. O'tirdiki o'ng'aysiz sukutni buzish uchun muvofiq gap izlaydi. Samat bo'lsa bugun boshqachilik kamso'z, surlik bo'lib ketgandek ko'rinadi. Ko'piklashib turgan muzdek pivini asta sumirib ichayotganida uning ko'zlarida bir xiyol mung chaqnab qoladi. Bir pasdan keyin quruq tolgan stakonni shiraga qo'ydi-da, xuddi nimadandir qutulishga oldirayotgandek yonchuqidan bir parcha xatni elib Oyshamga sundi. U boshlang'ich maktab o'quvchilari ishlatadigan mashq daftarining bir varqiga yozilgan xat edi. Shuncha ratlik pesh chekitlari aniq qo'yib yozilgan bu xat Oyshamga tonishdek bilindi. Ammo qog'ozning qatlangan yerdagi xatlar o'chib ketganligi, u yer bu yeriga siyoh temib ketganligi uchun uni tasdiqda o'qidi. Go'zal o'rimchining salqin havosidan erkin nafas elib turg'uchi, men uchun eng qadrli bo'lgan Oysham xonimga sig'inib salom. Qandoq ahvollari? Tanlari salomatmi? Men sizni hamma jihatdan yaxshidir deb o'ylayman. Oysham xonim, men sizni bek sig'indim. Sizni o'ylasamla yig'ilg'im keladi. Bir kuni sizning gaplarini qilgan edim, Samat muallimmi yig'ladi. U sizni endi kelmaydi, bizni unutib qoladi degan edi. Men yo'q, Oysham xonim bizni unutib qolmaydi dedim. Xonim, siz uqmayla, Samat muallim bek yaxshi. U davomli sizning gaplarini qiladi. U meni cho'ng bo'lganda o'rimchilarga berib o'qiysan deydi. Xonim, men rost o'rimchilarga bora olamanmi? Putim mundaq tursa, Oysham xonim, sizga qiladigan shundaq jiq gaplarim bor edi. Shug'unisi qalam siyoh chachirib ketyotdi. Aslida mening siyoh qalamim yo'q edi. Men uni sizga xat yozish uchun Tursunguldan so'rab olgan. Tursungul aslarda bormi? Dadisi yezliq hukumat ishlaydigan yiliq yumaloq qiz bolishi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Siz umringizni birasiga kuyib boqqanmidingiz? Xotin kishi degan bog'u, kuydim pishdim deb xudini yo'qitib qo'ysa, ayol g'ururini yerga ursa bo'lmaydi. Qanchalik nimalarga u arlar degan. Hayotida boshqalarning yaxshi ko'rishiga erishalmagan odam baxtsizdir. Ammo hech bir kishini chin muhabbati bilan yaxshi ko'rolmagan odam texmi baxtsizdir. Amana ko'rdingmi? Yosh, o'tir yoshlik ziyolilarni e'tiborlab ishitish, ularning siyosiy o'rnini o'stirishga ahamiyat berish kerak debdi emasmi mana? Xap to'xta. Mushu maqomni adi toza bir tashviq qilaychi. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur.